Assalomu alaykum do'stlar. Kayfinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Rossiya cho'chki shahzoda Ivanni aytib beraymi? Undaqda umidlarimning quloqi menda bo'lsin-da. Rossiya cho'chki shahzoda Ivan. Zamonlarning zamonasida Rossiyada Ivan ismli botur va oqko'ngil bir shahzoda o'tgan ekan. Kunlarning birida Char podshoh shahzoda Ivanni huzuriga chaqirib, uningga qo'rqinchli bir mag'fiyatlikni aytibdi. Oğlum, sen çoğ buldun. Şuna uzundan beri meni qiynab kelgan bir ishni sana aytmoqchiman. Bir necha yil ilgari men bir tush ko'rgandim. Tushimda sening ona boshqa ochang bir ayol jodugarga aylanib qopdidek va sana ziyonkashlik qipdidek. Tönügün tağның ishkirsida yashaydigan munajjim jon uzish oldida menga tushimda ko'rgan kunning patarda yetib keldiganligini aytdi. Debdi podshoh qayg'urgan holda. Shahzoda Ivanning oddiy bir ona boshqa otasi rostla Ivanға bek o'chgan. Buni obdan biladigan Ivan dadasining ogohlantirishini anglagandan keyin Char podshohga: "Shohota, ahvol mush yerga yetib borgan bo'lsa, men bir necha vaqt o'rnidan ayrilib yiroqlarga safar qilay. Siz degan balo qazo o'tib kelsa ajab emas", debdi. Podshoh Ivanға ijozat beribdi. Shahzoda Ivan etiga minib o'rnidan ketibdi. Shahzoda Ivan bir necha kun to'xtamay yo'l yuribdi. Yo'l yursimi, mul yuribdi. Mo'ng bepoyon tuzlanlikni kesib o'tgan ekan, bir daryoga duch kelibdi. U daryoni bo'ylab mengib, oxiri ko'mishda qor ko'zlarni chaqnatib turadigan bir qorliq taqa yetib kelibdi. Bu yerda bir eriq bor bo'lib, heliqi daryoning beshi ekan. Eriqning u tarafida jimjit ham xilvat bir quyuq o'rmonlik bor ekan. Bu yerning go'zal manzarasi shahzoda Ivanға bek yarab ketibdi. Bu yer uningga xeyli bexatardek bilinibdi. "Bo'ldi, mush yerda turib qolay", deb o'ylabdi shahzoda Ivan. "Yana mo'g'inim bilan bunchalik tinish joyning tepilishi notayin." Shunday qilib, shahzoda Ivan daraxt kesib, shox-shumba to'shib bir kabi yasabdi. Obdan joylashib olgandan keyin kunlarni ovlash va beliq tutish bilan o'tkazib, xotirjam yashashga boshlabdi. Kunlar bir-birini qo'g'lishib o'tib ketaveribdi. Shahzoda Ivan dadasining deganlarini zotila unutib ketolmabdi. U dadasini seg'inibdi, o'rnida nima ishlar yuz bergandi deb ansirabdi. O'rniga qaytib ketay desa, ojizning ziyonkashlik qilib qo'yishidan qo'rqibdi. Bir kechasi u uyon o'rilib, buyon o'rilib, zotila uxlay olmabdi. Keyin o'rnidan turib, eriqni bo'ylab otliq sayli qilibdi. Bu bir oy to'lgan kech ekan. Shahzoda Ivan tuyuqsiz eriqdagi suvda ana boshqa otasining chiroyini ko'rib qoldi. G'alati yeri, Ivan ojisini ko'rish bilan sehrlanib qolgandek, ixtiyorsiz eriq bo'yida yetibdi-da, ojisining ko'zlariga sansilib qarashga boshlabdi. Aslida ojisi uning sehr ishlatgan ekan. Bu chaqda bir ovoz anglanibdi. "Qadrli ukam, sen nega ketding? Tezroq uyga qaytib kelgin-a? Dadam seni bek seg'indi. Men shunchalik seg'indim. Sen nimishqa bizdan ayrilib ketib qolding?" Bu so'z oxirlash bilan tang suvdagi sho'limi g'ayib bo'ldi. Ivan qattiq qo'rqib ketibdi. U dadasining deganlarini yana esiga ilib g'angirab qoldi. U qanday qilsa bo'lar? Kimning gapini anglasa yaxshi bo'ladi? Shahzoda Ivan uyon o'ylabdi, buyon o'ylabdi. O'ylagan siri dadasini texmi seg'inibdi. Uningdan qattiq ansirabdi. Shuning bilan darhol o'rniga qaytishim kerak degan qarorga kelibdi. Shahzoda Ivan kapisiga qaytib kelib, narsa keraklarini yig'ishtiribdi-da, yo'lga chiqibdi. U etini ushqandek chaptirib, bir necha kun yo'l yuribdi. Mo'nga oxiri yurtiga kelibdi. U o'rniga yiqilishib qolganda, shu yoqdan kelayotgan qo'ng'iroq sadosini anglab qopdi. "O'rnida bir ish yuz berdimi qandoq?" deb so'rabdi Ivan o'tib ketayotgan bir kishidan. "Podshoh o'lib ketdi. Bu uningga motam bildirish ustidan chelinayotgan qo'ng'iroq ovozi", debdi heliqi kishi.
Şahzadə İvanның gözləri qaranğulaşıptı. Qalbi dadısının ölümü qaygısıda örtünüptü. İvan orada Sepilning yeniga yetib borganda g'alati bir ishqa ko'zi tushib qoldi. Bir necha kishi tizilib ketayotgudek, sapning oldida uning ana boshqa ojisi mengibdudek, uning kaynidan mongan ikki o'rda muhofizatchisi bir tarozini ko'taryaptidek, eng oxirida mong'ini bo'lsa aypalt ko'tarib olgan challat ekan. Ojisi shahzoda Ivanni ko'rib qopdi-da, qayg'uli qiyofatga kirib mundaq debdi: Ukam, nələrə ketdin? Seni kütüyotqanımğa nə vaq? Dadam olamdan o'tdi. U ketish oldida ishqinglar bu taroziga tushinglar. Ishqinglardan qaysinglar yengil bo'lsanglar, taxtga varislik qilinglar. Kim ig'ir bo'lsa, shuning kallasi elinsin deb vasiyat qildi. Ivan bir yilning yaqi ko'rmagan ojisining kupday samirib ketganligini ko'ribdi. Aslida bu hiylagar ayol kiyimining ichiga bir muncha paxtani tiqib elib, Ivan oldirmoqchi bo'lgan ekan. Shahzoda Ivan o'zining ojisidan ig'ir ekanligini obdan biladi ekan. U ojisining so'zini rad qilishga asos topolmabdi. Shuning bilan jimi o'rda ahlini yig'ib, Ivan bilan ojisi tarozining ikki beshidagi ikki taxsiga o'ltiribdi. Kutilmagan ish yuz beribdi. Tarozining ayol sehrigar o'ltirgan tarafi qaraz qilib sunib ketibdi-da, sehrigar paloqqida yiqilib tushibdi. Bir chatda turgan jallod shu hamon qilchini egiz ko'tarib, birla chepib sehrigarning kallasini tenidan judo qilibdi. Shahzoda Ivan taxtga varislik qilibdi. U tarozining rasmini odillikning simvoli sifatida o'z jamiyatining nasab belgisi qilib olibdi. Umaqlarim, Niyati yomonning qozin to'shuk degandek, Ivanning ojisi, ya'ni ayol sehrigar niyatining yomonligidan oxirida qandoq bo'ldi? Mag'lub bo'ldi, ha? Shahzoda Ivanchu u oq ko'ngil bo'lganlik uchun oxirida taxtga varislik qildi. Shuning uchun biz shahzoda Ivanga o'xshash oq ko'ngil, aqlli, botur, odil bo'laylikmi? Undaqda bugungi cho'chkimizni bu shargacha aytib beray-a? Oxirida Dillala hadanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'gininglarchi. Balalar qo'shqi bog'chaga boraman. Dada meni yetilang, opa meni yetilang. To'shib qoldi soatmu bog'chamga tez boraman. Dada chapsan meningga, opa chapsan meningga, kutib qoldi do'stlarim, erkelatmay bo'lingga. Keldik dada xayr xo'sh, yetdik opa xayr xo'sh, ko'rishayli kashqurun, uchilimiz kulib xo'sh. Kichik shoirlar kash bo'lib ketibdi. Amiz bugun boldir uxlanglarchimi? Tatliq tushlar sizlarga miraq bo'lsin.